Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugun biz birinchi darsninki B qismini o'rganib chiqamiz. B qismininki temasi nima ekan? Alfabe. Alfabe deganimiz nima edi? Harf deganiga, ya'ni turkchadagi harflar. Qaraydigan bo'lsak, dil bilgisi debdi bu yerda, ya'ni grammatika qismiga qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? Turkchada 29 harf vardır debdi. Nima debdi? Türk tilida, turkchada 29 harf var debdi. Bunların 8'i ünlü harf, 21'i ünsüz harftir debdi. Nima degan gap bu? Bularınınki 8'i sozuq tavuş, 21'si üzük tavuş debdi. Ünlü deganimiz, bizning deganimizdagi sozuq tavuş, yani A, E, I degandek, ünsüz deganimiz şu, üzük tavuş, üzük harf deb shu bo'yicha tarjima qilsak bo'ladi. Maqatakchinachiga qaraydigan bo'lsak, shu 29 harfni yozib qo'yibdi. Asaslık bu harflarninki talaffuz qilinish usuli Uyg'urcha bilan asosiy jihatdan o'xshash. Faqat o'xshamaydigan harfdan mayada yumshoq G degan bu harf bor va I degan bu harf bor. Qolgan harflar hammasi Uyg'urcha bilan o'xshash o'qiladi va shu bo'yicha qo'llaniladi savatdoshlar. A, B, C deb shu bo'yicha ma'noda harflarning o'qilish to'g'riliq mening oldin qatim so'zlagan darsim bor. Buni men o'sha ekranninki bir bujukiga chiqarib qo'yaman. Savatdoshlar shu yerdan Türkçe grammatika derslari degandan keyin birinchi qismidagi turkchadagi harflar degan shu darsni ko'rib tafsiliy ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ortiq bu harflar to'g'riliq to'xtalib o'ltamaymiz. Chunki harflar asosiyatdan o'xshash. Ondan keyin bir diqqat qiladigan nuqta shu: ünsüzler ve ünlüler. Yani üzük harflar bular, ondan keyin sozuq harflar bular. Endi bu sozuq harfni o'z ichidan biz qalin, ince. Qalin deganimiz qalin degan gap, ince deganimiz inchika degan gap. Bu 8 tal sozuq tavuş savatdoshlar bu ikki turga bo'linadi. Bu intayin muhim. Nima uchun muhim? Chunki biz buningdan keyin ism, fe'l shuningga o'xshagan shundaq turlaydigan vaqtlarimizda, qo'shimcha qo'shadigan vaqtlarimizda mushuningga qarab turib, nurg'unlagan qo'shimchalarni mushuningga qarab belgilaymiz. Shuning uchun bu intayin muhim. Mushuningga diqqat qilsak bo'ladi savatdoshlar. Ya'ni qalin deganimiz A, I, O, U. İnce deganimiz şu E, I, Ö, Ü. Bunu texmi oson o'rganishning yana bir xil usuli, bir tarafini A guruhi deb olsanglar, ostidagini E guruhi deb shu bo'yicha atab olsanglar, asosiyatdan keyindagilari hammasi o'xshaydi. Ostidagi qurninki ince degan guruhiniki qanday ekan, hammasining ustida chikit bor savatdoshlar. E, I, Ö, Ü. Qarasak, I ning ustida chikit bor, Ö ning ustida va Ü ning ustida chikitlar bor. Üstüge qaraydigan bo'lsak, A, I, O, U. Buningda chikit yo'q. Shuni intayin diqqat bilan o'rganishimiz kerak. Undan keyin ostiga qarasak, harflarning o'qilishi debdi. Bu harflarningki o'qilish shakli, hammasiningki oxiriga qarasak, hammasi nima bor ekan? E harfi qo'shib qo'yibdi. Uyg'urchada shundaqku A, B, P, T, C deb hammaning keyinda biz muqandaq E harfini qo'shib shu bo'yicha o'qiymiz. Turkchada shu bo'yicha bu o'qilishni ko'rsatib turibdi. Deganimdek bu harflarning o'qilishi va tushuntirilishini boshqa grammatika darsidan ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunda tafsiliy so'zlangan. Undan keyin bu asta qarasak, bu birinchi deganida aşağıdaki boşlukları sırasıyla harflerle dolduralım debdi. Yani bu astadagi boşluklarını red tertib bo'yicha harflar bilan to'shqizing debdi. Yana bu harflarni texmi yaxshi o'rganing debdi. A debdi, C debdi, oraliqqa bo'sh o'rin qo'yib qo'yibdi. Nima deymiz bu yerga? B deymiz. Undan keyin C debdi, F debdi. Nima deymiz bu yerga? D, E deymiz. Shundami? Shuning o'xshagan bu yerlarni to'ldiring debdi savatdoshlar. Astiga qarasak, ikinci debdi, adımızın harflerini söyleyelim ve yazalım. Nima debdi? İsmimizning harflarini so'zlayli ve yazayli debdi. Misal ad. Ad degan nima edi? Ism degan gapdi. Seslatim. Seslatim degancha shuni talaffuz qilish, shuni ayrı o'qish degan gap, ya'ni shu harflarni. Misalga buning ismi nima ekan? Mehmet. Yani bu Mehmet degan bu ismni harf bo'yicha qanday o'qiymiz deb mayaga bularni parchalab ayrim qilib yozib qo'yibdi. Misal M, E, H, M, E, T degandek shu bo'yicha o'qib, ya'ni harflarni o'qishni texmi yaxshi pishig'lang demoqchi ekan. Endi ma o'ng qo'l tarafga qarab baqsak savatdoshlar, yazma debdi, yozish debdi. Aşağıdaki boşluklara yeni kelimeler yazalım. Nima debdi? Ostidagi boşluklarga yeni kelime, yeni sözlerini yazaylı debdi. Endi hozir qarasak, menda A bilan boshlangan so'zlar, B bilan boshlangan so'zlar, C bilan boshlangan so'zlar deb nurg'unlagan so'zlarni qo'yibdi.
Hozir balkim bizningki o'rgangan so'zlarimiz ko'p bo'lmasligi mumkin, ammo bu birinchi dars tugaguncha biz nurg'ulg'an so'zlarni o'rganamiz. Hozirgacha o'rgandik. Shuningga o'xshash hozirgacha siz o'rgangan so'zlarni mushaga to'shqizib qo'ying demakchi. Ya'ni A bilan boshlangan qanday so'z o'rgangan bo'lsangiz, bu yangi yezing demakchi. Buni mushu bo'yicha ishlab qilsak bo'ladi. Men bu so'zlarning bir tarjimasini bir so'zlab o'tay, undan keyingi mashqqa o'tamiz. Arkadaş degan nimitda do'st, adash degan gapdir. Shundaymi savoqdoshlar? Baba degancho dada, ceviz, yanaq degan gap. Çocuk, bala, deris. Ev deganimizcho uy, fare deganimizcho chashqan, sachqan degan gap. Gul deganimiz gul, ağaç, daraxt, havuç, sebze, ızgara. Izgara deganimiz alaqa kebab pishiradigan o'choq shuni ko'rsatadi. Yana birisiga qaplab pishirilgan go'sht kebablarni biz izgara deb ataymiz. Keyin qarasak ish deganimiz ish, kasb degan gap. Jilet deganimizcho tig', qalam, lala deganimiz bir xil gulning ismi lala. Masa, ustal, nomer degan gap. Otobus, avtobus, öğretmen, o'qituvchi, para, pul, resim, saç, şişe, botolka yoki Uyg'urchada biz buni shisha deb ataymiz. Taxta deganimiz Uyg'urchadagi taxta degan gap boshqa bir ma'nosida doska, uchurtma, laglak, ütü, dazmal, vazo, lonqa, yemek, tamoq, yemaklik degan gap. Zaytun deganimiz Uyg'urcha zaytun degan gap. Tarjimalari bu so'zlarning mushu bo'yicha o'rganib olsak bo'ladi saboqdoshlar va o'zimiz hozirgacha o'rgangan va bundan keyin o'rgangan so'zlarni mushu harf bo'yicha boshlangan kalimalar so'zlar bo'lsa mushu bo'yicha yozib mushu bo'yicha to'liq olsak bo'ladi. Endi ostidagi mashqqa qaraydigan bo'lsak nima debdi? Aşağıdaki karışık harfleri düzenleyelim ve kelimeleri yazalım. Nima debdi? Ostidagi karışık deganimiz nima? Aralash, elishib ketgan degan gap. Harfleri düzenleyelim. Astidagi almashtirilgan, astin ustun bo'lib ketgan harflarini qanday qilayli? Düzenlemek deganimiz nimadir? Tuzash, to'g'irlash degan gap. Ya'ni astidagi bu qalaymaqan yozilgan harflarini to'g'irlayli, tuzatayli va kalimalarni yozalım va u kalimalarni to'g'ri qilib yozayli debdi. Misol qarasak saboqdoshlar, bu rasmdagining ismi nimadir? Qalam. Shundaqmi saboqdoshlar? Ammo bu yerga nima deb yozib qo'yibdi? Lekema deb yozib qo'yibdi. Biz bunu qanday tuzutimiz? Kalem. Shundami? Kalem deb tuzutib shu bo'yicha yozatdik. Ya'ni bu mashqning demakchi bo'lgani mushu. Ya'ni bu rasmlarning hammasininki yozilishini biz xato yozib qo'ydik. Siz buni tuzutib rad tartibi bo'yicha yozing debdi. Buni shu bo'yicha tuzutib qilsak bo'ladi. Endi keyingi betga qarasak saboqdoshlar, nima debdi? Dillama. Dillama deganimiz nimadir? Anglash degan gapda. Endi biz anglash mashqi qiladi ekanmiz. Alfabelarninki bu yerga qaraydigan bo'lsak, 5-siga qarasak, dinleyelim ve yazalım. Nima debdi? Anglayli ve yazayli. Hozir qarasak mayaga nurg'ulg'a rasmlar bor ekan va bularninki o'qilishini biz hozir anglab chiqamiz va anglash jarayonida siz shu anglaganlaringizni mushu yerga yozsangiz bo'ladi demakchi. Misol uchun men birini desam, bu rasmdagi mashinani biz turkcha nima deymiz saboqdoshlar? Araba deymiz. Araba. Hozir biz anglamoqchi bo'lgan bu ovozda mushularni o'qib beradi. Siz bu yerga kam qolganini yozasiz demakchi. Misol araba desa, siz bu yerga nima deb yozasiz? Bu aning keyindagi raba degan bu harflarini yozib, bu so'zni to'liqlaysiz demakchi. Undaqda biz hozir bu so'zlarninki o'qilishini bir anglab chiqayli, shuningga qarata bu bo'shliqlarini to'ldirib chiqayli. Bu jarayonni biz yana bu yangi so'zlarni o'rgangan bo'lamiz. Bovoq, sizg'uch, somka, ko'z degandek mushu rasmlarning turkchadagi atalishini o'rganib chiqamiz, saboqdoshlar. Undaqda biz hozir anglashni boshlaymiz. Araba, bebek, cetvel, çanta, deniz, elma, fındık, göz, halı, ıspanak, inek, jeton, köpek,
Limon. merdiven, Nar. otobüs, Ördek. portakal, Radyo. saat, Şemsiye. tavuk, Uçak. üzüm, Vagon. yıldız. Zürafa. Anlaşma muşu bo'yicha shundoq qilib biz yana nurg'unlagan yangi so'zlarni o'rgangan bo'ldik. Bu darsimiz mushu yergacha bo'ladi. Saboqdoshlarining hozir anglagan bu yangi so'zlarni, yangi kalimalarini yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib olishiga tilakdoshman. Kelasi qatimliq darsimizda ko'rishguncha hammanglar omon bo'linglar. Allohga emanet.